Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Jalaldin Suyutti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizinki devamında bugün Umevili sultanlardan Süleyman ibn Abdülmelik, yani Abdülmelik ibn Mervan'ın ikinci oğlu Süleyman'ın hilafet devri. Bu adam 96. yıldan Hicriye 99. yılgacha 3 yıl devir sürgen. Bunun kuniyesi Ebu Eyyub Süleyman ibn Abdülmelik. Bu Umeviler padişahlarının içinde en yaxşısı deb sanıldı. Bu dadısınınki veli ahdi qilib tayinlash orqali halife bo'lgan. Chunki avval o'g'li Validni, ondan keyin inisi Sulaymonni taxt varis qilgan. Bu adam Hicriye 96-yili Jumadil oxir oyida taxtga chiqqan. Dadasidan bir necha hadis rivoyat qilgan va Abdurrahman ibn Hunayd degan kishidan mu hadis rivoyat qilgan. Abdurrahman ibn Hunayda Bani Adi jamoatidan, o'zi Qurayshlik Madina yashagan adam. Umar ibn Xattobniki ozodkorlardan, xizmatchilardan. Hamda Sulaymandan o'g'li Abdulvahid va Imom Zuhri, Muhammad ibn Muslim degan olim shu hadis rivoyat qilgan. Süleyman ibn Abdülmelik natiq, so'zman, fasih odam edi. Adolatni haqiqatan bek yoqlaydigan, g'azotni yaxshi ko'radigan odam bo'lib, bu odam Hicriye 60-yili tug'ilgan. Bu odamning go'zal ish faoliyatlaridan Ömür ibn Abdülaziz bu adam üçün vezir kabi edi. Her qandaq bir yaxshilarga nisbatan Ömür ibn Abdülaziz'ninki sözünü tinchaytdi, bo'ysunatdi. Hatto Hajjaj ibn Yusuf Saqafi degan zolimning har qaysi viloyatlarga, shahar, qishloq, oymoqlarga qo'ygan amaldorlarini bu adam ishdan bo'shatgan. Hatto Iroqning turmalarida yotgan, ayni vaqtdagi mazlumlarni turmadan chiqargan. Namozni eng birinchi vaqtida o'qishni davomlashtirgan. Çünkü Bani Umeyye cemaati bu namazını kechiktirib oxirgi vaqtida o'qishga odatlangan. Yerin rahmetullohi alayhi shunday deydi. Alloh taolo Sulaymanga rahmat qilsin bu xalifaga. Buning xilofat zamoni namozni o'z vaqtida o'qishni barpo qilish bilan boshlangan bo'lsa, oxirida Umar ibn Abdulazizni xalif qilib qo'yib dunyodan ayrildi. Buning beshimi yaxshilik bilan, oxirimi yaxshilik bilan davom etgan, oxirlashgan deydi. Sulayman nag'm navodan cheklagan. Bu adam biroq natibek adam şu meşhur bek tamak yediğin adam edi deydi. Hatta bir qatimliq sorunida 70 ana, bir paklan, 6 to'xa ve bir necha kilo bir yemişni tayip yemişini yevetken deydi. Undaqda bu qo'saq bek amroq adam ekanda. Shunga bu adamniki zamonida shu yemek-ichmakniki gepi nihoyat ko'p bo'lgan. Yahya al-Ghassani degan kishiniki deyishcha, Sulayman bir kuni aynakka qarab, o'zining go'zalligi va yoshligidan bir xil faxrlanib, hayron qilib mundaq debdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar edi. Abu Bakr Siddiq edi, Umar Faruq edi, Osman hayoliq edi, Muaviya muloyim ishkan kanqusaq edi, Yazid sabrchan edi. Daniq siyosatchi edi. O'g'li Valid noyatdi jabbar, qahhor edi dedi. Men bo'lsam yosh podshoman deb o'zini mag'rurlangan, faxrlangan. Bir oy o'tmay turib o'lib ketgan deydi. Bu odam 99-yili Safar oyining 10-kuni juma kuni o'lib ketgan. Bu odamning zamonida Jorjan, Hisnul Hadid, Sarda, Shatta, Tabariston, Saqoliba qatorliq shaharlar fath qilingan. Jorjan bugungi Ironning shimoliga joylashgan rayon. Ayni vaqtida Astrabad degan shaharniki markazi. Bu yerda nihoyatda cho'ng katta o'limalar chiqqan. Biz mesela vatandagi vaqtimizda o'qiganda, avomizda bir kitob yozilib bo'lganda, nahv kitobi, bosh kitobda bir Jorjani degan bir olimning ismi zikr qilingan. Hisnul Hadid degan Yamandagi bir kichik orol debdi. Hozir qayer o'rnini bilmadim. Ammo Sarda va Shatta degan o'rinlarmi shu Falastinda debdi. Lekin Falastin bundan burun fath qilinib bo'lgan. Ben o'rnini hozirgi dal o'rnini men tafsili bilmadim. Hamda Tabaristonga kelsak, Tabariston hozirgi shu Ironning shimolida Turkmanistonga chegara qildigan. Bu ayni vaqtida katta o'limalar chiqqan rayonlarning biri. Bu nihoyatda ko'p musulmonlar uchun halokat bo'lgan bir diyorlarning biri. Chunki nihoyat tog' tura, o'ymonlar nihoyat ko'p, yoshirinish ehtimoli nihoyat kuchli dushmanlarniki. Musulmonlar uzun yil hatta Abbasiylarning davriga kelgan qadar bularniki opti tugmagan. İslam devletinki adamlarını o'ltirib deb, askarlarni qilib,
tinjimgan bir diyarlardan biri. Endi Saqalaba yutuq kelsak hamda Saqalaba bugungi İspaniyada Süleyman ibn Abdülmelik zamanında ölüp ketken meşhurlardan Qays ibn Abi Hazm özü Kufilik tabi'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerden köp hadislerden rivayet kılan ravi muhaddis. Bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki zamanında Resulullah'a görüşüş bayat kılış için kelgen bolsa ki yolda kilovatqışı Peygamberimiz ölüp ketken. Demek bu adam sahabe boluş şerpiga erişemegan, lekin tabi'in yarımlık uruşu qatnaşqan Halid ibn Velid bilan birga. Undaqda Hijriyaning 15-yillik bo'lgan vaqalar. Bu adamning mushu Sulaymon ibn Abdulmalikniki zamonasida o'lib ketgan mashhur kishilarniki biri. Sufyan ibn Uyayna degan olim Kufida, Iroqda mush Qays ibn Abi Hazmdek Resulullah'ın ashablaridan bir hadis rivayet qilgan adam yo'q deydi. Demak bu adam nəhayət ko'p hadis rivayet qilgan, nəhayət bilimlik, ilimlik odamlarniki biri ekan. Bu kishimi ishonchlik, komil, butun odam degan sifatlarga erishgan. Mahmud ibn Lubay degan kishimi o'zi Ansariylardan, Avsdan, lekin tabi'in, Madina tug'ilgan Rasululloh bu vaqtida. Ammo yeshchi bo'lmagandan keyin sahoba bo'lmaganda bu adam nəhayət ko'p hadis rivayet qilgan. Hijriyaning 97-yili o'lib ketgan bu adam. Adamın bir qism kishilar Rasulullah'ningki sahabasi uchun Rasulullah'ni ko'rgan debdi. Ba'zilar yo'q, anglamagan. Shuning uchun Rasulullah'dan söz anglamagancha buni tabiin demaymiz deb shunaq deyilgan. Qolgan vallohu alam. Lekin eng muhimi bu odam nəhayət ishonchlik hadis rivayet qilgan kishilardan. Imom Buxoriy shunga bu odamni sahoba deb sifatlagan ekan. Ibn Hajar Asqalani kichik sahoba deb sifatlagan ekan. Qolgan vallohu alam. Ondan başqa Hasan ibn Ali bu peygamber ailesinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki nevrisi Hasan'ın oğlu buldu. Bunu şuna Hasan 2 deb nam berilgan. Bu kişi hem de bu büyük şerefli aileden köp hadislarni rivayet qilgan Ebu Muhammed namı bilan meşhur kunyasi. Madinada tug'ilgan, Madinada shu yerda o'zining hayotini davom etgan büyüklerden. Peygamberimizga ait to'liq o'xshaydigan bir kishi ekan bu hamda. Bu zotmi o'zining tog'isi bilan bo'lgan urushda, masalan, tog'isi Ubaydulloh ibn Ziyod bilan bo'lgan Karbalolik urushda tog'isining yerida turib urush qilgan. Shu vaqt 20 yosh vaqtlar ekan, 18 yorilinib ekan. O'zining ona taraf tog'isi Asma bin Xarija Fazari degan kishi Kufaga ketib, bu odamni shu yerda davolab Madinaga qaytarib kelgan deydi. Bu zatma o Mevliler zamanında bo'lib Abdülmelik ibn Marwan, Velid ibn Abdülmelik'nin zamanında köp naitdi. Azat kuchurgan. Çünkü bularniki maqsadi o Mevliler muştaq Peygamber aleyhisselam'daki aile tavabatı demişler nevirleri, çevirleri. Padişahlıkның xilafetini bizden izlep qap qılamo. Çünkü bularning İslam dünyasında manevi ta'siri nait kuchli hamda bu birdan bir raqobatchi bo'la oladi. Şoňlaşqa bularga ait köp ansirab yok sebepler bilen, yok banalar bilen bularni azaplap, üzüç urup, yak mal mülklerini bulap, musadir qilib devlet namıdan haqqiga avvaldan ayet mevcut. Ondan başqa Kureyb, Abdullah ibn Abbas'ninki azatgardisi, yani hizmetçilerden Kureyb ibn Abi Muslim degan kishi. Bu zatning müştevirde ölüp ketgan. Şenjilik, hadis söz yaxshi, güzel ravishda so'zlaydi deb sifatlangan. Bu adam şu devrindeki zamanında Abdullah ibn Abbas'ınki kitaplardan bir töge kagidek kitaplarını götürüp yürgenken de hem şundaqla bazı bir fatva mesela yak ma'lumotli bo'lsa hadis, oyat, tafsir degandek onu o'zi ko'chirib bir nusxani o'zi ep qilib bir nusxani shu boshqa taraflarga avatib beradi ekan. Demak bu adam şu ibtidoiy jamiyatdagi mesela qog'oz qalam ko'p bo'lmagan davrda o'qimishliq pishqan bir ilm ahli kelib ko'rinib turibdi. Ondan başqa büyük meşhurlardan Abdurrahman ibn Asvad an-Naxai. Bu mesela imamning o'g'li imam faqih deb sifatlangan. Chunki dazisim katta shu davrning ulemosi, o'g'li bu Abdurrahman ibn Aswadmi katta ulemo faqihlardan. Iroqdagi tabiinlarniki faqihlardan ham muhaddislardan deb sifatlangan. Bu adam mesela Ayşe radhiyallohu anha, Abdullah ibn Zubayr qatorliq sahobalardan rivayet qilgan, tabiinlardan rivayet qilgan. Bu odamning aqlliq, zakiylikka chiqib turadigan bir misol bor.
Mesela dadısı ondan burun ayeti köp kıtım anemiz Ayşe radhiyallahu anh'ın ki o zoru evet etken. Evet ki vaqtida mesela şu bazı mesela mesele so'rash uchun, bazı xizmat uchun bo'lsa kerak. Ha bir necha qitim mesela oshkor ko'rishib, uyga kirib qilgan bo'lsa-mu, men balog'atga yetgan vaqtimda, ya'ni ehtilam bo'lgan vaqtimda kelib pardaning orqasidan to'ldim deydi. Bu shu o'zing ishi kichik shu paytda mesela 10 necha yoshning boshlari mesela shu paytlarda. Yani şu ayeti tushunib, pardaning orqasidan to'langlar degan oyatni tushunib, o'zing ehtilam bo'lganligini bilib, pardaning orqasidan to'lgan gapda ana deb to'lgan gapda. To'lab qanday narsada adam g'usl vojib bo'ldi deb masal so'rab benda. Oy ahmaq, ashta ish qildingmi debdi-da masalan. Bunda degan hamda akilatgan shaklda siz bunda Oysha onamiz javob berib, ustur ishlatgan vaqtingda deb shu javob berilibdi. Bu kishimi şu 99-yili ya 98-yili Sulaymon Abdulmalik bir davrda asosan o'lib ketgan deydi. Undan boshqa o'lib ketganlar yo'q. Mushuna bilan biz Sulaymon ibn Abdulmalikning zamoni oxirlashdi.